Hurmatli jitellar, sizlarga super puper yangilik bor. Ya'ni qishlog'imizga endi kim juda ham ko'p foyda keltirsa, puldami, boshqadami. Mana shu mashinani yutib oladi. Bu Lamborghini, buni narxi 1 millionmi, 2 millionmi dollar turadi, bilmayman, lekin ancha qimmat. Qishloqqa juda ham katta foyda keltirishlari kerak. Kamida bir 4-5 stak oltin olmosmi, shunaqa nimadir foyda keltirsanglar, mana shuni yutib olasizlar. Qani unda давайте, boshlaylik ishni. Ko'rdingmi? Bu mashinani biz yutib olishimiz kerak. Bu uchun albatta menda reja bor. Ya'ni hamma qishloqlarni pulini yig'ishtirib olasan-da, Johani uyiga yashirasan. Keyin Joha uni pullar yo'qolgandan keyin Joha o'g'irlagan deb o'ylashadi va Johani qamashadi va biz mashinani o'g'irlab qochib ketamiz. Chinarli, bor, mana shu ishlar hammasini sen qil. Nimaga faqat men bor degandan keyin bor. Mayli. Tushundinglarmi jitellar? Bor hammang pul yig'ing tezroq. Yaxshi, ertalabdan anchagina baliq tutib kelyapman. Faqat sabzi va kartoshka yemayman. Endi baliq ham yeyman. Nimaga buncha jitellar meni uyim atrofiga yig'ilib olishgan? Hayronman, bilmadim. Men bugun nima ish qilishga ham hayronman. Balki birorta normalar ishlov va ish o'ylab toparman. Jitellar, nimaga bu yerda yig'ilib olibsizlar? Jo'xa, bitta yaxshi, bitta yomon yangilik bor. Yaxshidan boshlay qol. Yaxshisi, qishloqda kim qishloq uchun eng katta foyda bersa, ya'ni kim ko'proq oltin olmos yig'ib bersa menga, u Lamborghini Chironmi degan mashina berar ekan. 1,5 million dollar turadigan. Yomonni aytchi endi. Yomoni, biz yig'ib qo'ygan pullarimizni yo'qotib qo'ydik. Mayli yo'qotgan bo'lsanglar toparsizlar, izlab topinglar tezroq va Lamborghinini yutib olinglar. Men ishlarim bor o'zimda. Bratanlar, sizlar ham pul yo'qotdinglarmi? Qishloqda hech kimni, hammani puli yo'q, ya'ni. Mayli, topib olsam o'zlashtirib olaman, albatta, qochib turinglar faqat. Yo'qmiz. Men nima qilay bilan pul yo'qolgan bo'lsa, Lamborghini Chironni yutib olish mumkin ekan. Bu yerda turib adashmasam. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha Joha, ya'ni Johaus yoki bir nechta boshqa kanallarning egasi. Jigarlar, sizlar uchun har doim zo'r kontent tayyorlashga harakat qilyapman, lekin sizlar meni juda ham xafa qilyapsizlar. Ya'ni kanallarimga hammasiga obuna bo'lmayapsizlar. Hozirroq tushinglar, pastda obuna bo'lish knopkasi turibdi. Tagida 6 ta kanal bor. Hammasiga tez obuna bo'lib tashinglar va videoga like bosib tashinglar hamda video oxirigacha kuzatinglar. Qani nima bo'lar ekan voqealar rivoji. Eng muhimi kanalga obuna bo'lish, chunki har bitta kanalimda men 5000 obunachi toplasam, men juda ham xursand bo'lardim va o'zimning bitta maqsadim bor. O'sha maqsadimga erishishim uchun bu juda ham muhim. Iltimos qilib qolardim, tez kanalga obuna bo'linglar. Bo'ldi, ko'p gapirib o'tirish kerak yo'q. Bugun polizda ishlashdan ham eng asosiysi bitta o'zim shaxsiy ish qilmoqchiman, ya'ni pol ko'ryapsizlar, toshdan buni yog'ochga aylantirmoqchiman, chunki endi qish kelyapti. Ya'ni qish kelib bo'ldi. Toshdan sovuq o'tadi, o'shaning uchun yerni biroz o'zgartirmoqchiman. Bularni pishirish kerak. Ko'mir olib kelaman. Hozir daraxt va ko'mir. Avval polizda poliz tursin bugun polizda ishlamayman, chunki polizda ishlaydigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqtim ketib qoladi. Umrimda birinchi marta polizda ishlamayman deyapman. Ko'ryapsizlarmi, boshqa hamma videomda polizda ishlaganman, bu galgi videomda polizda ishlamayman, chunki vaqtim juda ham ko'p ketyapti. Balki ortiqcha vaqtim qolsa, kechgacha polizda ishlashim ham mumkin. Sizlardan yagona so'rab qoladigan narsam bu kanalga obuna bo'lish tezroq, chunki aytganimdek har bitta kanalimda 5000 ta obunachi toplasam, o'zimga qo'ygan bitta maqsadim bor. O'sha maqsadimga erishishim uchun juda ham katta poydevor bo'ladi. Bu sizlarning qo'lingizdan keladi. Sizlar uchun hech narsa emas, bitta bosish orqali kanalga obuna bo'lasizlar. Menimcha yetsa kerak. Ana endi daraxt olib kelish kerak, lekin avval baliqlarni pishishga qo'yib qo'ysam, keginimcha pishib tursa kerak. Pishirib yeyish kerak-da, chunki agar xomligida yeb qo'yadigan bo'lsam, kasal bo'lib qolishim mumkin yoki boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Olamiz va bu yerga bittasini pishirib, keyin ikkinchisini qo'yib ketaman. Kirka endi kerak emas, taporda kirka kerak aytgancha. Poldagi toshlarni yig'ib olishga kerak bo'ladi. Tezroq pishsa, bittasi pishdi. Juda ham chiroyli bo'lib pishar ekan, qaranglar, yeb bo'ladimi? Hozir qornim to'g'ri yeya olmayman. Qolgan 3 tasi ham tezroq pishsa edi. Keyin qolgan mana 4 tani shunday qo'yardim-da, daraxt olib kelishga ketardim, keginimcha pishib turardi. Tezroq pish, yaramas baliq. Mayli, asta-asta pishadi-da, birdaniga pishib qolmaydi-ku. Bitta oxirgisi tezroq pish, tezroq. Bu pishguncha sizlar tez kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Bu sizlar uchun shans.
Kommentariyaga kelgusida qanaqa video olishimni yozib qoldiringlar, chunki men uchun bu juda ham qiziq narsa. Ya'ni sizlar fikringlar. Ana endi borib daraxt olib kelish kerak. Lekin men to'g'risini aytsam Lamborghiniga unchalik qiziqmayapman, chunki hozir o'zimni yashashimga biroz qiziqishim kerak. Lamborghinidan ham zaruli qorinni o'ylash kerak, yashash uchun kurash. Lamborghini ham orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas deydi-yu. Короче, qornimiz to'yib tursa bas, qachonki peshonamizga yozilgan bo'lsa, taqdirimizda bo'lsa, mana shu Lamborghini, balki bundan ham zo'rroq narsalarga erishishimiz mumkin. Va sizlar ham mana shunaqangi o'y xayollar bilan yashashinglarni maslahat beraman, chunki sizlarga nasib qilgan narsa hech qachon sizlardan o'zgasiga nasib qilmaydi. Motivatsion qanaqadir kurs o'tsam bo'lar ekan, lekin motivatsiya kanalim bor, bilasizlarmi bilmayman. Joha Uz TV deb yozsanglar, Joha Uz deb yozsanglar chiqadi Telegramda. Menimcha 13 ta daraxt yetsa kerak, 13 tasidan 4 tadan oladigan bo'lsam ham ancha bo'lib ketadi. Polni chiroyli qilib taxta qo'ysak, menimcha cho'tga udar bo'ladi. Baliqlar ham pishib qo'ygan bo'lsa kerak. Yopamiz, ochamiz, yopamiz bo'lib yotibdi. Pishib bo'pti hammasi. Olamizda bularni sandiqqa joylab qo'yamiz. Qornim ochganda deyman albatta. Ana endi verstak ichiga mana ularni tashlab hammasini taxtaga aylantirib olamiz. Ana endi yerdagi toshlarni olib chiqishimiz kerak. Chiroyli qilib hamma yo'ni taxta qilib chiqsam, obbo eshigim tushib ketdi shu payt. Hammaylar nichiva. Bunaqa qilayotgan sababini sizlarga aytdim, chunki qishda sovuq bo'lmasligi kerak. Ya'ni qaysidir shevada aytganda, lekin bilmadim. Menga qishda sovuq bo'lmasa juda ham yaxshi bo'lardi. Okey. Taxtalarni tez qo'yib chiqamiz. Biroz ishni tezlashtirmasam, keyinchalik polizda ishlashga ulgurmoqchi edim. Afsuski ulgurmaydiganga o'xshayman. Ulgurishga harakat qilib ko'raman. Ulgura olmasam, mana kravatimni birinchi chekkaroq qo'yib qo'yishim kerak. Buni hozircha olib mana bu yerga qo'yib qo'ysak, keyin qaytarib joyiga qo'ysak bo'ladi. Normal. Endi bu yerni stop. Voy, qanaqa sandiq? To'xtanglar. Ko'k olti olmos sandiq. Shuncha narsami? To'xtanglar. Ana endi men Lamborghinini yutib olsam bo'ladi, lekin bu pullar kimniki? Bildim, bu qishloqlarni yo'qotgan pullariga aytgancha bo'ldi. Lekin ularga qaytarib bera olmayman, to'g'risida. Nimaga desanglar agar, chunki Lamborghini men yutib olishim kerak. Undan avval hozir uyimda ichini hamma narsasini to'g'rilab olaydi. Shuncha narsa inventarim to'lib ketdi, buni qaranglar. Mayli. Yomon xursandman. Mendan xursand odamda hozir o'zi yo'q. Lamborghini uchun garaj ham qurish kerak. Endi bosh og'riq bittaga ko'paydi. Endi Lamborghini bor. Qishloqda boyman bor. Lekin maqtanmaslik kerak hech qachon, chunki kibrga berilib ketsangiz agar juda ham yomon voqealar bo'la boshlaydi. Shuning uchun sizlarga maslahatim, hech qachon kibrga berilmanglar. Okey, mana juda ham chiroyli bo'ldi uyimda. Kecha endi qishda sog'atmayman, hammasi normal bo'ladi. Bo'ldi. Sandiq temitamiz, chunki merga berib, короче, men sandiqqa solib qo'ydim deyman. Endi merda oldiga boramizda Lamborghini Chironmi, Urusmi, короче, o'shani yutib olamiz. Mer qayerda ekan? Janob mer, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Joha, qadaysan? Zo'rmisan? Dahshat zo'r. Короче, menda siz uchun yangilik bor. Qanaqa? Ya'ni Lamborghinini men yutib olish uchun keldim. Yetarlicha narsa olib kelganmisan? Albatta, o'zi to'xtang. Mana sandiqni men berib qo'yaman. Qarang, sanab turing. Xo'p, soch chiqadi. Qarang mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Endi 6 ta oltmos, 6 stak va 6 stak izumrud. Ko'rdingizmi? Jami 18 stak. Oho, qayerda olding bularni? To'g'risini aytsam, ishonmaysiz baribir. Ishonaman, ayt. Короче, baliq tutishga borgan. Bitta oltin chiqib qoldi. Keyin tilagingda dedi. Men aytdim, Lamborghini xohlayman dedi. Keyin menga mana shu pullarni ber. Olib borib merga bersang Lamborghini beradi dedi. To'g'ri aytibdi, oltin baliq. O'sha oltin baliqni menga berganingda zo'r bo'lardi-yu. Mayli, bu pullar edi menga, Lamborghini senga. Rahmat, juda ham rahmat. Lekin meni bitta savol qiynayapti. Bu pullarni nima qilmoqchisiz o'zi? Qishlog'imizga foydasi tegadigan narsalar qurishim kerak, o'shaning uchun kerak. Tushunarli. Buni men olib ketaversam bo'ladimi? Ha, albatta olib ketaver, bemalol. Rahmat, brat, sog' bo'ling. Короче, qoch, men Lamborghinimni oldiga turma, basharang oyog'im. Eshigini ochamiz. Texnologiya bo'lib ochiladi eshigi. Stop. Eshikni nimaga ochding sen, yaramas? Qoch. Eshikni yop.
Hamma bo'ldi, всё. Ana endi buni uyimga haydab ketishim kerak. Tak, ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu juda ham xavfliroq mashina ekan. Chunki juda ham bas boshim chiqib qolganiga ahamiyat bermanglar. Boshim o'zi asosan chiqib turgani yo'q, prosta bu Minecraftdagi bugda. Tak, bunga garajni mashinadan quramiz, uyni yonidan yoki uyimni oldiga o'tkazib qo'ysam bo'ladi, lekin qo'shnimga alaxt bermasligim kerak. Menimcha mana shu yer turadi, normal, o'tkazib qo'yaymi-ki. To'g'ri, menda bitta reja bor. Faqat urib olmasam bo'ldi. Tak, asta. Tak, mana shu yerga bir amallab joylashtirish kerak. Oy, asta. Voy, asta. Juda ham asta haydash kerak. Mana shu joy. Urib oldim. Ha, mayli. Mashinaga hech nima qilgani yo'q. Prosta qo'shnimni uyiga biroz ozgina hech nima qilmaydi. Mayli, bitta tosh ekan u. Yaxshi, bu tosh qani. Joyiga nimadir qo'yib qo'yish kerak, chunki qo'shnim ko'rsa aniq yig'laydi. Nima qilding Joha deydi. Tak, короче, jiyalar mana bu yutib olgan mashinam. Tabriklasanglar bular, kommentariyga tabriklab yozib tashlaylar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki aytdim men sizlarga. Juda ham muhim men uchun obuna bo'lish. Poliz ishlay olmadim bugun, o'sha kech tushdi, ko'rdinglarmi? Ertalabgacha mashinam shu yerda tursa, men bu yerda bitta garaj quraman ertalab turib. Menimcha hammasi normal, chiki chaka chuku bo'ldi. Wow, ikki turg chiqdi, ko'rdinglarmi? Bunaqa omad bilmayman qayerdan kelib qo'yganmanga, lekin menimcha adashmay kelgan. Tak. Wow, 3 ta bo'ldi. 5 ta qilaman, uyga kirib ketaman, uxlayman keyin. Tak. Okay, 4 ta bo'ldi va 5-chisini qayda olaman? 5-chisi. Mana 5-chisi. Bo'ldi. Всё, endi uyga borib uxlayib ertalab turib qo'limdagi 5 tani ham mana bu yerga qo'shib ekib tashlasam bo'ladi. Uyimni ichi lekin atak cho'tki chiqqan, ko'ryapsizlar, mana qaranglar. Wow, dahshat chiroyli. Qishda endi yangi yilda bezasam uyimni ichini вообще takoy bo'ladi. Telegramdan qanaqadir xabar kelib to'chaylik qani. Telegram kanalimga obunachlar ko'payib ketibdi. Davayt Telegram kanalimga obuna bo'linglar, video opsiyasida havola bor. Tez o'tib obuna bo'linglar. Men ozroq Minecraft o'ynayman, keyin uxlayman. Короче, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Obunachilar, короче, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimga albatta tez tushib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.